157-faslga to'xtagan ekanmiz. Ehtiyajul xalq ba'duhum ila ba'd. Odamzod ba'zisiga muhtojligi. Ya'ni odam odamga muhtoj bo'lishi bor. Alloh shunday qilib yaratgan odamzodni. Shuning uchun odamlarni rioyasini qilishlikka majbur. Masalan, ko'pinchalik ba'zi odamlar menga Alloh kifoya, boshqa hech kim kerak emas deyotadi-yu. Unaqangi fitratda yaratmagan Alloh odamzodni. To'g'ri, Allohga suyanishda, masalan, Alloh taolodan so'rashda faqat Allohdan so'raladi, unga suyaniladi. Lekin baribir bu degani Alloh o'zi tushib yurgan bandasiga yordam beradi degani emas. Odamzodga muhtoj ya'ni. Zamon tajribalari menga shuni ifoda qildiki, biror kishiga qodir bo'lgancha adovatni izhor qilmaslik kerak ekan. Ya'ni bir odam bilan dushman bo'lmaslik iloji bormi? Iloji boricha dushman bo'lmaslik kerak deyapti. Nima qilib bo'lsa ham. Chunki unga muhtoj bo'lishi bor. Qancha manzilati katta odam bo'lsa ham. Podshoh bo'lsangiz ham tega muhtoj bo'lishingiz bor-da. Ana shu uchun aytayaptiki, iloji boricha adovat qilib qo'ymasin o'rtada inson. Chunki inson gohida bunaqangi bir odamga hojatim yo'q meni deb o'ylaydi. Hech meni hojatim tushmaydi o'ylaydi. Biror kun men unga ishim tushmaydi o'ylaydi. Xuddiki bir yoqdagi tashlandiq cho'pga muhtoj bo'lmagandek, unga ham ana shunday muhtoj bo'lmayman deb o'ylaydi. Ya'ni masalan uyda bitta cho'p yotsa, otaverasiz-ku, o'ylab o'tirmaysiz unga muhtoj emasman, nima kerak bu deb. Lekin bir kun shu izlaysiz, o'sha cho'p kerak bo'lib qoladi, topilmay qoladi. Ana shunga o'xshab aytayaptiki, odamlarda ichidan bir odamlar bunday qarab turib, menga nimasiga muhtoj bo'lamanmi deb o'ylaysiz, lekin bir kun muhtoj bo'lasiz. Qancha haqir sanalgan narsalar borki, unga muhtoj bo'lib qoladi odam. Kerakli paytda bitta igna topilmay ketadi masalan. Bir vaqtlar shuni otaverasiz. Odamzod ham xuddi shunday. Xo'p, o'sha shaxsga bir foyda keltirishda ishing tushmagan taqdirda ham bir zararni daf qilishda gohida ishing tushadi. Baribir aylanib o'rgilib, odamga muhtoj bo'lishi bor ya'ni. Men umrimda shunday qavmlar bilan, ya'ni shunday odamlar bilan bir muomala qilishimga muhtoj bo'ldimki, hech qachon xayolimga kelmasdi meni shu odamlar bilan shu tilyog'lamalik qilishga majbur bo'laman deb. Tushimga ham kirmas deyaptilar-da. Shunaqangi odamlarga bir muhtoj bo'lib, shularga bir laganbardorlik qilishga majbur bo'laman deb hech o'ylamasdim deyaptilar. Xo'p, endi shu uchun bugungi kunda bu oddiy odamlarda aytilyapti mana. Xususan jamiyatning ichidagi bir mavqega ega bo'lgan odamlar, masalan, olimlar, da'vatchilar yoki bir amirlar, o'shanaqa odamlar bilan albatta odam muomalasi bo'lishligi kerak. Chunki oddiy odamga gohida odamning ishi tushib qolishi bor. Bunaqangi kattakon odamlar bilan albatta muomalani joyiga qo'yish kerak bo'ladi. Menga Alloh kifoya, bor yo'qol, senga kunim qarab qolgan yo'q degan odam adovatni izhor qilib qo'yib o'ziga zarar qiladi. Bilginki, adovatni izhor qilayotgan odam o'zi bilmagan holda gohida o'ziga zarar olib keladi. O'zi sezmaydi, lekin zarar olib keladi. Chunki adovatni izhor qilayotgan odam xuddiki urilishni kutib turgan yalang'ochlangan qilichga o'xshaydi. Ya'ni bitta odamga adovatni izhor qilsa, xuddiki yalang'ochlangan qilich deydi, u bittan chopaman deb turgan. Birovga zarar berib qo'yadi demoqchi-da, keyin o'zi ham zarar ko'radi. Unga gohida maxfiy bir uriladigan joy ko'ziga tashlanib ketadi-da, ya'ni urib qo'yadi demoqchi. Qanchalik bu shug'ullangan odam o'z nafsini satr qilishga harakat qilmasin, dushman ana shu paytda uni keyin g'animat bo'lib qoladi. Ya'ni masalan, bitta odam menga qarab qilich yalang'ochlab kelaversa, tabiiyki men o'zimni himoya qilamanmi? G'animat bilamanda shuni o'zimni himoya qilaman. Ehtimol asli shu odamga nisbatan adovat tugib yurgan bo'lsam, qanday qilib o'chni olishni bilmay yurgan bo'lsam, shu paytda o'ch olaman. Fursat topildi, mana menga qilich ko'tarib kelyapti deyman. Aytmoqchilarki, ana shunga o'xshab bir odamga adovatingni izhor qilib qo'ysang, o'zi senga u ham shu izhor qila olmay o'tirgan bo'lsa, o'zingga zarar berganing qoladi. Yalang'ochlangan qilishga o'xshab seni kelib chopadi keyin, ya'ni. Shuning uchun ham dunyoda yashagan kishi lozimki iloji boricha harakat qilish kerak,
birovga adovat izhor qilib qo'ymaslikka. U uchun insonda katta sabr, o'zini qo'lga olish kerak-da. Masalan, qancha unaqa holatlar bo'ladi. Chunki men yuqorida bayon qildim, xaloyiq bir-biriga muhtoj bo'lishi bor. Va ba'zilarga zarar berishga qudrati bor. Zarar tegib qoladi demoqchi senga, ya'ni. Mana bu juda ham foydali bir fasldir. Insonga ana shuni foydasi zaman o'tishi bilan ayon bo'ladi. Yani yashaversa mana hayotda ko'ryapsiz-ku hozir mana. Odam majbur, kim bo'lsangiz ham birovga ishingiz tushadi. Bir qayerdagi tuturqsiz bir fosiqqa gohidan shunaqa ishingiz tushadi. Ana shu uchun ham iloji boricha birovga adovatni izhor qilmaslik kerak.